Assalomu alaykum azizlarim, barchangizga xayrli kun. Yana ishdaman. Hech bu ishdan keta olmayman, chunki menga qadrli bo'lgan, menga aziz bo'lgan, yillar davomida yuzini ishonib qo'ygan patsientlarim bor, ularga yo'q deya olmayman. Shulardan bittasi ko'rishinglar mumkin. Assalomu alaykum. Ana yuzlarini qaranglar. Bular Toshkentdan kelibdilar. Toshkentga yozila olmasdan kelibdilar. Процедураdan советуем, прям советуем. 1100 километров degan gapi to'g'ri. Bosib, специально приехали. Не было у нее времени, июнь полностью занят, приехали, пришлось сюда прийти. Ana ko'rdinglarmi? O'sha joydan kelishyapti patsientlarim. 5-6 yildan beri keladilar. Yoshlari 51. Ana 51 yosh. Mana yuz hozir kokteyl qilib qo'ydik. Yuzlarini qizillariga e'tibor bermaysizlar. Ertaga уже cho'tka bo'ladi. No, ana shikarnaya. 5-6 yildan beri menga keladilar. Советуем. Nima demoqchiman? Qo'rqish kerak emas, o'ylanib o'tirish kerak emas. Mana shunaqa patsientlarim bor ekan, bizlar rivojlanamiz. Biz o'z ustimizda ishlaymiz va mana shunaqa chiroyli klinikalarni ochamiz. Yana bitta narsa bilasizmi? Men nimadan xursandman? Xorazmda Xudo xohlasa men turizmni rivojlantirmoqchiman. Men uchun patsientlarim kelib, ham Xorazmni, Xivalarni aylanib, turizmni rivojlantirib ketishadi. Demak, Xorazm hokimiga murojaatim, bizga ko'proq yordam bering. Bu sohada turizmni ham rivojlantiramiz va mana shunaqa chiroyli markazlar ochib, viloyatlarni rivojlantiramiz. Kattakon rahmat sizga. Boringizga shukr, ishonch uchun rahmat. Boringizga shukr. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat большое. Вы бесподобный. Rahmat, за отзывы тоже. Ana shunaqa o'rtoqlar bir maqtanib qo'ydi, endi maqtangiz keladi-da odam. Bunaqa narsalarni. Да.